Endilikda davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, ya'ni bog'chalar hamda maktablarga ishga kirish faqatgina tanlov asosida yo'lga qo'yiladi. Avvallari direktorlar tomonidan ishga qabul qilish to'g'ridan-to'g'ri amalga oshirilgan bo'lsa, endilikda direktorlarga faqatgina tanlovdan o'tgan shaxslarni ishga qabul qilish majburiyati yuklatildi. Maktabgacha maktab ta'lim vazirining 2026-yil 15-iyundagi 203-sonli buyrug'iga muvofiq tanlov dastlab test, so'ng esa psixologik so'rovnoma asosida amalga oshiriladi. Natijalarga ko'ra eng yuqori ball to'plagan shaxs ishga qabul qilinishi mumkin. Agar ushbu shaxs ishga qabul qilinishdan bosh tortsa, undan keyingi navbatda turgan yuqori ball to'plagan shaxs bilan mehnat shartnomasi tuziladi hamda ishga qabul qilinadi. Ushbu eksperiment hozirgi vaqtda Buxoro viloyatining barcha hududlarida, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda O'zbekiston Respublikasining boshqa viloyatlarida bittadan tuman doirasida yo'lga qo'yilgan hamda ushbu tanlov pedagog.edu.uz sayti orqali amalga oshiriladi. Qo'shimcha savollar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring hamda ushbu videoni pedagog tanishlariga yuborib qo'ying.